Sizda jigar sirrozi bormi? Jigaringizdan aziyat chekyapsizmi? Aslida jigarimizning umuman nerv tolasi bo'lmaganligini hisobiga juda ham hokisor organ bo'lganligini hisobiga o'zi aslida qo'limizga, boshimizga holsizlik berib boradi. Bular signal ekanligini tushunib yetmaymiz. Oxir oqibatda jigar sirroz bo'lib qolamiz. Bugun nafaqat yosh kattalar, konsultatsiya jarayonida juda ham ko'p yoshlarimizni ham ko'rib kelyapmiz. Bu naqadar achinarli holat. Azizlarim, har doim siz jigaringizni avaylashingiz uchun men mutaxassis sifatida siz jigar sirrozdan butunlay qutulishingizni yo'li bor ekanligini sizga aytib o'tmoqchiman. Bu yo'li aynan kaskad muolaja usuli. Kaskad muolaja usulida aynan jigaringizdan oqib kelayotgan safroning yo'llari 2 kilometr ekanligini va o't qopingiz orqali jigaringizdagi safro ichakka tushishini tushunib yetsangiz va o'sha yo'llar toza bo'lishini xohlasangiz bemalol murojaat qiling. O'sha yo'llar toza bo'lmasagina sizdagi virus holatlari ko'payib fibrosganda har doim ziyod beraveradi. Biz doktorga borganimizda o'sha virusni qulflaydigan, qo'pol bo'lsa ham simptomni yopadigan ximika dori darmonlar bilan shug'ullanib kelyapmiz. Lekin bugungi kunda uning zo'r natijasi bor. Bu kaskad muolaja usuli. Sizni kaskad muolaja usuliga taklif qilaman. Albatta siz kaskad muolaja usulida jigar sirrozdan butunlay qutulishingiz mumkin. Jigarimiz shunchalar tez sizga yangilik tiklanadigan organ. Salomat bo'ling. Jigar sirroz haqida deb yozib qo'ying kommentariyaga.